Lab qilingandan keyin garantiya biza forma qilishga garantiya berishimiz mumkin. Qanaqadir unga forma qilib berishimizga yokida asimetriyasi bo'lsa, asimetriyasini to'g'rilab berishga, labini chiroyli shakl qilib berishga biza garantiya berishimiz mumkin. Lekin u qancha vaqt turishiga biza garantiya bera olmaymiz. Chunki meditsina sohasida o'zi garantiya degan gap yo'q. Operatsiyaga kirib ketayotganda ham odam birinchi qo'l qo'yib ketadi-yu, nima bo'lsa hammasini o'z zimmamga olaman, o'z xohishim bilan shu narsa bo'laman deb kirib ketadi. Также meditsina sohasida garantiya degan narsa yo'q. O'shaning uchun biz labga filler faqat qo'yib bera olamiz, forma qilib bera olamiz, labni to'g'rilab bera olamiz, lekin turish vaqtiga biz garantiya bermaymiz. To'g'ri, ko'pchilik kosmetolog qo'yib berar ekan, garantiya beraman deb. Bilmayman endi ular qanaqasiga garantiya beradi. Chunki odam organizmi har xil tuzilgan, individualni. Kimdadir gialuronka o'zining organizmidagi gialuronkasi kam. Kimdadir organizmda gialuronidaza degan ferment juda ko'p ishlab chiqariladi va ularga filler qilgan vaqti ko'p vaqtga yetmaydi. Tez so'rilib ketaveradi. Chunki bu gialuronidaza ferment o'sha gialuronkani parchalab turish uchun organizmda o'zi tabiiy yo'l bilan ishlab chiqarilib turadi. O'shaning uchun ko'pchilik patsientlarda filler qildirgandan keyin tez so'rilib ketish bo'ladi. Kimlardadir ko'p vaqtlab turadi, 2 yillab, 3 yillab, 4 yillab ham turaveradi. Agar unda o'sha gialuronidaza fermenti past bo'ladigan bo'lsa, organizmida o'ziga yetarli darajada gialuronka ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, unda ko'p vaqt turib beradi.